Jamoani himoya qilish va rivojlantirish. Hamkoringiz MVRLife platformasi orqali jamoaga qo'shilgandan keyin sizda yangi mas'uliyat boshlanadi. Bu yangi hamkoringizni o'qitish, yo'naltirish va biznesni to'g'ri boshlashga yordam berishdir. Asosiy tamoyilimiz ta'lim va takror muvaffaqiyat kaliti. Qaytaraman, ta'lim va takror muvaffaqiyat kaliti. Agar yangi hamkorga bilim berilmasa, u ishning mohiyatini to'liq tushunmaydi va ishlashga bo'lgan ishtiyoqi pasayishi mumkin. Shuning uchun har bir yangi hamkorga MVRLife tizimini va Travel Advantage platformasini hamkorlar uchun biznes boshlashning 10 qadami bo'yicha darslarni o'tishga yordam bering. Darslarni o'zingiz tushuntiring, amalda ko'rsating va ularni ish jarayoniga bosqichma-bosqich kiriting. Albatta, bosqichma-bosqich kiritilgan darslar bu muvaffaqiyatli bo'ladi. Bu bilimlar va tizimga amal qilish jamoangizning tez va barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi. Ko'pchilik liderlar ishning boshida boshqalarga dars o'tishda qo'rqishadi. Bu tabiiy holat, ammo bu qo'rquv yengishning yagona yo'li bor. Bu yo'l o'rganish va amal qilish. Hamkorlar uchun biznes boshlashning 10 qadami shunday sodda va tushunarli qilib tuzilganki, uni har bir inson tushunishi va boshqalarga ham osonlik bilan yetkazishi mumkin. Ko'p takror qiling. Ko'p takror orqasidan natija paydo bo'ladi. Jamoangizdagi hamkorlarga darslarni qanchalik tez o'rgatib tugatsangiz va prezentatsiya qilishni qanchalik tez o'rganib olsangiz, shunchalik tez katta natijalarga erishasiz. Lider sifatida jamoangizda paydo bo'ladigan savollarga javob bering. Ularga yo'l ko'rsatish va qiyinchiliklarda qo'llab-quvvatlash sizning vazifangizdir. Ortda qolayotgan hamkorlarni ruhlantiring va ularga yordam bering. Jamoangiz kengayib, tashkilotingizda yangi mustaqil liderlar paydo bo'la boshlaganda, ular bilan muntazam ravishda kamida haftada bir marta uchrashuvlar yoki onlayn majlislar o'tkazing. O'zingiz o'rgangan yangi bilimlar va tajribalarni ularga ham yetkazing. Jamoangizni salbiy fikrlar va ta'sirlardan himoya qiling. Hech bir savolni javobsiz qoldirmang. Muhim liderlik qoidasi: salbiy holatlar va muammolarni o'zingizdan tepaga, ustozlaringizga yetkazing. Ijobiy natijalar, yutuqlar va rag'batni esa pastga jamoangizga ulashing. Shunda jamoangiz mustahkam, birlashgan va tez rivojlanadigan kuchli tashkilotga aylanadi.